1 milliondan qilib bering yoki mashinalarning grammini ham. Yo'q, aka, qilib bera olmayman-da, to'g'ri tushunding. Qayerga olib borsangiz ham qilib berish olmaydi, aka, 1 milliondan. Lom demabdi, hamma narsalaringiz lom. Bitta meni mashina 970 dan qilib bera olmayman, aka. 1 milliondan hech qanaqasiga to'g'ri kelmaydi, aka. Yo, endi Instagramga ko'rdim. Instagramda 1 million 200 dan ham olib beradi, yoki. Olmaganman demadim, oldim, aka. 1 million 200 ga olmaganman, 1 million 150 dan olganman 585. Lekin unga, aka, 3,5 oy yoki 4 oy bo'ldi-da, unaqa, aka. Men prosta tilla meni qo'limda narsa berish, aka. Siz mana qachon sotmoqchisiz? Hozir sotmoqchimisiz? Bo'ldi. Hozir gaplashaman. Hozirgi kurs bo'yicha gaplashaman-da. U 3 oy oldingi narx bo'yicha menga to'g'ri kelmaydi, aka. Birja meni qo'limda narsa. Qachon ko'tarilib bilmaysizlar sizlar. Yo'q, aka, 5 minutda 5 dollar tushib, kerak bo'lsa 5 minutda 5 dollar ko'tariladigan narsa-da. Men to'g'ri tushuning. Men hozir sizdan olib qolsam, tushib ketib qolsa zararga sotaman, majbur. Ish shunaqa, aka. Tillada shunaqa. To'g'ri kelsa hisoblab ber. 1 milliondan da'osiz. Men sizga misol qilib ko'rsatdim. Mana oling mashina, aka, mendan 1 milliondan hozir sizdan oldingilarga olib qoldim. Tillanma qilaman. Bulgari, qatiyom, aka, mana. Komplekt turibdi. Uzun ret sipochkasi, aka. Mana mana ham 970 dan qilib beraman nomanu. Izdali hisobda 970 mingdan olib qoldim. 1 milliondan sotishga roziman, aka. Kimgadir kerak bo'ladigan bo'lsa. Mana siz aytdingiz, mana aka qatiyomman siz tillingizda. Sariq tilla, izdali, aka. 960 dan olib qoldim. Beraman 1 milliondan olaman desangiz. Tushundingizmi? Hozir shunda tushunishim bo'yicha tushib ketishi ham mumkin, to'g'rimi? Men bilmayman, aka. Men hech qachon prognoz qila olmayman-da, to'g'risi. Bo'ldi, aka, o'sha sotmoqchimisiz? Bo'ldi. Birjaga qarayman, o'sha narx bo'yicha shunday hisoblab beraman, bo'ldi. To'g'ri kelsa olib qolaman. 5 millionga chiqib ketsa ham men foyda bilan hisoblayman, aka. 500 mingga tushib ketsa ham foyda bilan hisoblayman. Qo'pol qilib aytganda menga qizig'i yo'q-da, aka, aytmoqchiman. Bo'ldi, qani qilib qilaylik. Bitta hisoblang, to'g'ri kelsa baraka qilamiz, bo'ladimi? Muammosi yo'q, aka. Har doim tilla sizniki. Nasibada endi, aka, ko'tarilgan sotmovdim. O'shada, aka, ko'pchilik ko'tarilgan sotmagan. Aka, 850 mingga ham tushib ketdi, ko'p bo'lmayapti, 3-4 kun bo'ldi, aka. Men qaytdan oldim, 850 ming bo'lib ketib qoldi. Birjada, aka, o'tgan yildagi noyabrmi, oktyabrdagi narxi to'g'ri kelib ketdi-da, tilla, to'g'risi. Shunga hayron bo'ldim, mana. 47 yaxshi ko'tarilmay qoldi, aka. 950 mingdan olmadi, 850 mingni men. 950 mingdan lomlaringiz 45 million 334 ming hammaga qo'shib beraman, sizga ham qo'shdim. 45 million 500. Xo'p, izdelingizni 970 mingdan. 2 million 200 bo'pti, qarang. 45 million 500 plus 2 million 200. 47 million 700 bo'pti, aka. Shuni tekis 47 million. Ha, shuni o'zi qimmat hisobini berdim. Mana bir hisob 47 million 700. Rozimisiz, aka? Baraka, aka, roziman. Rozi bo'lsangiz pulini beraman, aka. Hammani rozi qilib ketkizaman. 10 million